pensiyasini bank kartasiga oladigan pensionerlar bu ma'lumotni albatta bilib qo'ying. Chunki pensiya kartiga tushishi qulay bo'lsa ham ayrim holatlarda odam o'zi bilmagan holda puldan kech qolishi, ortiqcha ushlab qolinishga duch kelishi yoki kartasi bloklanib, pensiyasini vaqtida yecha olmay qolishi mumkin. Men bugun sizga pensiyani kartaga olishda nimalarga e'tibor berish kerakligini, avval tartib qanday bo'lganini, hozir nimalar o'zgarganini, kim xavotir olish kerakligini va kimlar bemalol bo'lishi mumkinligini oddiy tilda tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, vasiylariga va qarindoshlariga tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'p oilalarga pulini, vaqtini va asabini asrab qoladi. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiyasini naqd shaklda olardi. Pochtachi uyma-uy yurib pensiyani yetkazardi yoki pensioner o'zi borib naqd pulini olardi. Bu tartibning yaxshi tomoni shunda ediki, keksalar qo'liga pulni ushlab olardi. Karta, bankomat, pin kod, mobil ilova degan narsalar bilan qiynalmasdi. Lekin muammolari ham ko'p edi. Masalan, pochtachi keladigan kunni kutish kerak edi. Odam uyda bo'lmasa pul kechikardi. Ayrim hududlarda naqd pul yetkazish cho'zilardi. Ba'zan hisob-kitobda tushunmovchilik bo'lardi. Eng muhimi, naqd pulni uyda saqlash xavfli edi. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan keksalar uchun. Keyin bosqichma-bosqich pensiyalarni bank kartalariga o'tkazish kengaydi. Buning maqsadi pensiyani tezroq, aniqroq va nazoratliroq yetkazish edi. Kartaga pul tushsa, pensioner uni istalgan vaqtda bankomatdan yechishi, do'konda to'lashi, kommunal to'lovlarni amalga oshirishi mumkin. Lekin shu bilan birga yangi xavflar paydo bo'ldi. Kartani boshqa odam ishlatib yuborishi, pin kod aytilib qolishi, telefon raqam karta bilan bog'langan bo'lsa, firibgarlar SMS kodini olib pulni yechishi, bankomatda pul chiqmay qolsa, pensioner nima qilishni bilmay sarson bo'lishi mumkin. Hozirgi asosiy o'zgarish shuki, pensiyani kartaga olish odatiy holga aylanib boryapti. Bank kartasi orqali to'lovlar, bankomatlar, mobil banking, SMS xabarnomalar ko'proq qo'llanmoqda. Shu sababli endi pensioner faqat pul tushdimi yoki yo'qmi deb emas, balki karta kimning qo'lida, pin kodni kim biladi, telefon raqam kim nomida. Qarzdorlik bo'lsa pensiyadan ushlab qolinadimi? Karta muddati tugasa nima bo'ladi degan savollarni ham bilishi shart. Birinchi muhim masala, pensiya kartasi pensionerning shaxsiy puli hisoblanadi. Bu pulga pensionerning o'zi egalik qiladi. Farzandi, kelini, kuyovi, qo'shnisi yoki tanishi men olib beraman deb kartani olib yursa ham pulning egasi pensioner bo'lib qoladi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Otaxon yoki onaxon kartasini farzandiga beradi. Farzandi esa men do'kondan kerakli narsalarni olib kelaman deb pulning bir qismini boshqa xarajatlarga ishlatib yuboradi. Keyin pensioner do'riga kommunal to'lovga yoki oziq-ovqatga pul yetmay qolganini aytadi. Shuning uchun kartani berishdan oldin odam kimga ishonayotganini, qancha pul yechilganini, qayerda ishlatilganini bilishi kerak. Ikkinchi masala, pin kod hech kimga aytilmasligi kerak. Pin kod bu kartaning kaliti. Uy kalitini begona odamga bermaysiz. Karta pin kodi ham xuddi shunday. Masalan, pensionerning kartasiga oyga 1.200.000 so'm pensiya tushadi. U bankomatdan pul yechishni bilmagani uchun qo'shnisiga pin kodni aytadi. Qo'shni birinchi oy yordam beradi, ikkinchi oy ham yordam beradi. Uchinchi oy esa 300.000 so'mni ortiqcha yechib oladi. Pensioner banka borganida operatsiya pin kod bilan amalga oshirilgan deyiladi. Bunday holatda pulni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Chunki karta egasi o'zi pin kodni oshkor qilgan bo'ladi. Shu sababli men doim aytaman. Yordam kerak bo'lsa, bank xodimidan so'rang. Ishonchli yaqin qarindosh bilan boring. Lekin pin kodni og'zaki aytmang va qog'ozga yozib karta bilan birga saqlamang. Uchinchi masala, pensiya tushganini tekshirish. Pensioner kartasiga pul tushganini bankomat, bank bo'limi, SMS xabarnoma yoki mobil ilova orqali bilishi mumkin. Lekin hamma pensioner mobil ilovadan foydalana olmaydi. Bunday holatda eng qulay yo'l SMS xabarnoma ulatishdir. Telefon raqam pensionerning o'z nomida bo'lsa yaxshi. Agar telefon raqam farzandining nomida bo'lsa ham, xabarni kim o'qiyotganiga e'tibor berish kerak. Chunki SMSda balans, tushum, yechim haqida ma'lumot keladi. Bu ma'lumotni bilgan odam kartadagi pul miqdorini kuzatib turishi mumkin. 4-masala bank kartasining muddati. Har bir kartaning amal qilish muddati bor. Odatda karta yuzida oy va yil ko'rsatiladi. Masalan, 226 deb yozilgan bo'lsa, karta 2026 yil avgust oyigacha amal qiladi.
muddati tugagan kartaga pul tushishi yoki tushmasligi bank tartibiga bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin muammo shundaki, pensioner bankomatdan pul yecha olmay qolishi mumkin. Shuning uchun karta muddati tugashidan oldin bankka borib, kartani yangilash kerak. Men tavsiya qilaman, kartaning muddati tugashiga kamida bir oy qolganda bank bo'limiga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni ham oling. Bankdan yangi karta qachon tayyor bo'lishini, eski kartadagi pul yangi kartaga qanday o'tishini aniq so'rang. 5-masala. Bankomatdan pul yechishga ehtiyot bo'lish. Bankomatda pul yechayotganda atrofda begona odamlar turmasin. Pin kod tarayotganda qo'l bilan klaviaturani yopib turing. Bankomat pul bermasa, lekin kartadan pul yechildi degan xabar kelsa, vahima qilmang. Darhol chekni oling. Chek chiqmasa bankomat joylashgan manzilni yozib qo'ying. Vaqtini eslab qoling. Bankning aloqa markaziga qo'ng'iroq qiling yoki bank bo'limiga boring. Masalan, pensioner 5000 ming so'm yechmoqchi bo'ldi. Bankomat xatolik berdi. Pul chiqmadi. Lekin SMSda 5000 ming so'm yechildi deb keldi. Bunday vaziyatda odatda bank tekshiruv o'tkazadi. Bankomatdagi ortiqcha pul aniqlansa, summa kartaga qaytariladi. Lekin pensioner o'sha kunning o'zida murojaat qilsa, masala tezroq hal bo'ladi. 6-masala pensiyadan ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlar kartaga tushgan pensiyam nega kamayib qoldi deb hayron bo'ladi. Sabab turli bo'lishi mumkin. Aliment, sud qarori, kredit qarzi, ijro hujjati, ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish kabi holatlarda qonuniy ushlab qolish bo'lishi mumkin. Lekin hamma ushlab qolish ham to'g'ri degani emas. Agar sizning pensiyangiz odatda 1500 ming so'm bo'lsa, bu oy 1500 ming so'm tushsa, albatta sababini so'rang. Pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki bankdan karta hisob varag'i bo'yicha ko'chirma oling. Bank faqat pul tushganini va yechilganini ko'rsatadi. Pensiyaning nega kamayganini esa pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilot tushuntiradi. Agar karta o'zingizda bo'lsa, pin kodni hech kim bilmasa, telefon raqamingiz o'zingizda bo'lsa, kartangiz muddati tugamagan bo'lsa va pensiya har oy odatdagi sanada tushayotgan bo'lsa, katta xavotirga o'rin yo'q. Siz faqat nazoratni davom ettirishingiz kerak. Har oy pul tushganini tekshiring. Bankomatdan pul yechganda chekni saqlang. Kartangiz yo'qolsa darhol blok qildiring. Masalan, onaxon har oy 1 300 ming so'm pensiya oladi. Karta o'zida pin kodni faqat o'zi biladi. Har safar bankomatga nabirasi bilan boradi. Lekin pin kodni nabirasiga aytmaydi, o'zi taradi. Pul yechgandan keyin SMSni tekshiradi. Bunday tartib to'g'ri, yordam olish mumkin, lekin nazoratni qo'ldan bermaslik kerak. Yolg'iz yashaydigan pensionerlar ko'proq ehtiyot bo'lish kerak. Chunki firibgarlar ko'pincha aynan yolg'iz keksalarni nishonga oladi. Kartangiz blok bo'ladi. Pensiyangiz to'xtaydi. Yangi karta ochish kerak. SMS kodni ayting degan qo'ng'iroqlar bo'lishi mumkin. Bank xodimi hech qachon telefon orqali pin kod yoki SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, bilingki bu xavfli holat. Nogironligi bor yoki harakatlanishi qiyin pensionerlar ham ehtiyot bo'lishi kerak. Ular ko'pincha kartani boshqa odamga berishga majbur bo'ladi. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l ishonchli vakillikni qonuniy tartibda rasmiylashtirishdir. Oddiygina kartani berib yuborish kelajakda nizoga sabab bo'lishi mumkin. Agar vakil orqali pensiya olish zarur bo'lsa, notarial ishonchnoma, bank talablari va pensiya jamg'armasi tartibini aniqlab olish kerak. Kredit qarzi bor pensionerlar ham alohida diqqat qilish kerak. Ba'zi pensionerlar kartaga pensiya tushishi bilan bank kredit to'lovini avtomatik yechib olganini ko'radi. Agar kredit shartnomasida avtomatik yechimga rozilik berilgan bo'lsa, bank shartnoma asosida pulni ushlab qolishi mumkin. Lekin pensioner yashash uchun umuman pulsiz qolib ketmasligi kerak. Bunday vaziyatda bankka borib, to'lov grafikini qayta ko'rib chiqish, restrukturizatsiya so'rash, pensiya miqdorini hisobga olgan holda qulayroq tartibni muhokama qilish kerak. Birinchi nozik masala, karta pensioner nomida, lekin telefon raqam boshqa odam nomida bo'lishi. Ko'p oilalarda karta onaxon nomida. SMS esa o'g'ling telefoniga ulangan. O'g'il halol bo'lsa muammo yo'qdek tuyuladi. Lekin amaliy tomondan bu xavfli. Chunki SMS kodlar, tasdiqlash xabarlari, balans ma'lumotlari boshqa odam qo'lida bo'ladi. Ertaga o'sha telefon yo'qolsa, sim karta almashtirilsa yoki o'g'il boshqa hududga ketib qolsa, pensioner bankdagi ishini o'zi hal qila olmay qiynaladi. Shuning uchun imkon bo'lsa, pensionerning o'z raqamiga ulash kerak yoki hech bo'lmasa doimiy ishlatiladigan ishonchli oilaviy raqam bo'lishi kerak.
Ikkinchi nozik masala, karta yo'qolsa nima bo'ladi? Karta yo'qolgan zoti balki uyda bordir deb 2 kun kutish xato. Kartani topgan odam pin kodni bilmasa ham ayrim joylarda kontaktsiz to'lov qilishga urinish mumkin. Shuning uchun darhol bankning aloqa markaziga qo'ng'iroq qilib kartani bloklatish kerak. Keyin bank bo'limiga borib yangi karta chiqariladi. Agar karta yo'qolgandan keyin pul yechilgan bo'lsa, bankka yozma ariza beriladi. Operatsiyalar bo'yicha tekshiruv so'raladi. Vaqt bu yerda juda muhim. Qancha tez murojaat qilsangiz, shuncha yaxshi. Uchinchi nozik masala, kechiksa har oy pensiya bir xil vaqtda tushmasligi mumkin. Ba'zan dam olish kuni, bayram kuni texnik sabab banklararo o'tkazma jarayoni sababli biroz farq bo'ladi. Lekin pensiya bir necha kun tushmasa kutib o'tirmang. Avval bankdan hisobga pul kelgan-kelmaganini aniqlang. Agar bank bizga tushum kelmagan desa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar pensiya jamg'armasi pul yuborilgan desa, bankdan yozma ma'lumot yoki hisob ko'chirmasi so'rang. Har ikki tomonda gap og'zaki qolmasin, iloji bo'lsa ariza raqamini oling. 4-nozik masala. Pensioner vafot etganidan keyin kartadan pul yechish. Bu juda jiddiy masala. Ba'zi oilalarda pensioner vafot etadi, lekin kartada pul qolgan bo'ladi yoki pensiya tushib qoladi. Qarindoshlar baribir o'zimizniki deb kartadan pul yechadi. Bu noto'g'ri oqibatlarga olib kelishi mumkin. Vafot etgan shaxsning mol-mulki meros tartibida hal qilinadi. Ortiqcha tushgan pensiya, noto'g'ri yechilgan pul keyinchalik qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun bunday holatda pensiya jamg'armasiga xabar berish, bankka murojaat qilish va meros tartibiga amal qilish kerak. 5-nozik masala. Boshqa viloyatga yoki tumanga ko'chish. Pensioner yashash joyini o'zgartirsa, pensiya ishini ham tartibga keltirishi kerak. Karta ishlayverishi mumkin, lekin ro'yxat, pensiya hujjatlari, tibbiy yoki ijtimoiy ma'lumotlar eski manzilda qolib ketishi muammo tug'diradi. Masalan, pensioner Farg'onadan Toshkentga farzandinikiga ko'chib keldi. Karta orqali pensiya olyapti, hammasi joyida. Lekin keyin pensiya qayta hisoblanishi, ma'lumot tekshirilishi yoki hujjat talab qilinishi kerak bo'lsa, eski hudud bilan bog'liq sarsonlik boshlanadi. Shuning uchun ko'chganingizda pensiya jamg'armasiga yangi yashash manzilingizni bildiring. 6-nozik masala, ishonchnoma orqali pensiya olish. Agar pensioner o'zi bankka bora olmasa, boshqa odamga ishonchnoma berishi mumkin. Lekin ishonchnomaning muddati, vakolat doirasi, qaysi bankda qabul qilinishi aniq bo'lishi kerak. Ishonchnomada faqat karta olish vakolati bormi? Pul yechish vakolati bormi? Hisob ko'chirmasi olish vakolati bormi? Bular alohida ahamiyatga ega. Men tavsiya qilaman. Ishonchnoma rasmiylashtirishdan oldin bankda aynan qanday matn kerakligini so'rang. Chunki noto'g'ri tuzilgan ishonchnoma bilan borsangiz, bank qabul qilmasligi mumkin. 7-nozik masala. Kartadan karta o'tkazmalari. Ba'zan pensionerning kartasidan har oy farzandining kartasiga pul o'tkaziladi. Bu oilaviy kelishuv bo'lishi mumkin. Lekin keyin pensioner men rozilik bermaganman desa, isbot masalasi murakkablashadi. Agar pul mobil ilova orqali o'tkazilgan bo'lsa, telefon kimda bo'lgan, parolni kim bilgan, SMS kodni kim kiritgan degan savollar tug'iladi. Shu sababli telefoningizni ham karta kabi himoya qiling. Telefon ekraniga parol qo'ying. Bank ilovasining parolini hech kimga aytmang. Begona havollalarga kirmang. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, kartangizni tekshiring. Karta kimning nomida, muddati qachongacha? Bank nomi qaysi? Karta ishlayaptimi? SMS xabarnoma ulanganmi? Telefon raqam kimning nomida? Shularni aniqlang. Buni uyda farzandingiz bilan birga ko'rib chiqishingiz mumkin. Lekin pin kodni aytmang. Ikkinchi qadam, pin kodni tartibga keltiring. Agar pin kodni ko'p odam bilsa, bankomat yoki bank orqali uni almashtiring. Yangi pin kod tug'ilgan yil telefon raqam oxiri 1111 1234 kabi oddiy raqam bo'lmasin. Uni yodlab oling. Qog'ozga yozsangiz ham kartaning yonida saqlamang. Eng yaxshi yo'l yodda saqlash. 3-qadam, bankdan hisob ko'chirmasini olishni o'rganing. Har oy shart emas, lekin kamida vaqti bilan karta hisobingiz bo'yicha ko'chirma oling. Unda qachon pensiya tushgani, qachon pul yechilgani, qayerda to'lov bo'lgani ko'rinadi. Agar ma'lum yechim bo'lsa, darhol bankka ariza bering. Masalan, 75 ming so'm qayergadir yechilgan. Siz esa bunday to'lov qilmagansiz. Mayli, ozgina ekan demang. Bugun 75 ming so'm bo'lsa, ertaga 72 ming so'm bo'lishi mumkin. 4-qadam, pensiya jamg'armasi bilan aloqani yo'qotmang. Pensiya miqdori o'zgarsa, qo'shimcha to'lov chiqsa, ushlab qolish bo'lsa yoki pensiya kechiksa, bankdan tashqari
pensiya jamg'armasiga ham murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya hujjatlari, bank kartasi, bankdan olingan ko'chirma bo'lsa, olib boring. Savolingizni og'zaki aytib ketmang. Kerak bo'lsa yozma ariza qoldiring. Arizada ismingiz, familiyangiz, pasport ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, muammo sanasi va talabingizni aniq yozing. Masalan, 2025 yil mart oyi uchun pensiyam odatdagidan 120 ming so'm kam tushdi. Kamayish sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 5-qadam. Bankomatda muammo bo'lsa, harakat tartibini biling. Pul chiqmasa, lekin yechildi degan xabar kelsa, bankomat yo'ldan ketib qolishdan oldin vaqtni, joyni, bankomat raqamini yozib oling. Bankomatda ko'rsatilgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Bank bo'limiga borib ariza yozing. Arizaga yechmoqchi bo'lgan summa, sana, vaqt, bankomat manzili, karta raqamingizning oxirgi 4 raqamini kiriting. Chek bo'lsa, ilova qiling. Odatda bunday masalalar tekshiruvdan keyin hal bo'ladi. Lekin og'zaki shikoyat yetarli bo'lmasligi mumkin. 6-qadam, firibgar qo'ng'iroqlardan himoyalaning. Kimdir telefon qilib, men bankdanman, kartangiz bloklanadi, pensiyangiz to'xtatiladi, SMS kodni ayting, ilovaga kirib tasdiqlang desa, suhbatni davom ettirmang. Bankka o'zingiz rasmiy raqam orqali qo'ng'iroq qiling yoki bank bo'limiga boring. Hech qachon SMS kod, PIN kod, karta orqasidagi 3 xonali kodni aytmang. Hatto qo'ng'iroq qilgan odam ismingizni, pensiya olishingizni, bank nomini bilsa ham ishonmang. Firibgarlar ba'zan shunday ma'lumotlarni topib oladi. 7-qadam. Yaqinlaringiz bilan ochiq kelishib oling. Agar sizga farzandingiz yordam bersa, qancha pul yechilishini, qaysi xarajatga ishlatilishini oldindan kelishing. Masalan, pensiya 600 ming so'm bo'lsa, 600 ming so'm dori va oziq-ovqatga, 300 ming so'm kommunal to'lovga, 200 ming so'm zaxiraga, qolgan qismi shaxsiy xarajatga deb reja qiling. Bu nafaqat pulni tejaydi, balki oiladagi tushunmovchiliklarning oldini oladi. Pensionerning puli hammaniki emas. Avvalo uning hayoti, sog'ligi va ehtiyoji uchun. 8-qadam, karta yangilanishi va bank almashtirish masalasini oldindan biling. Agar siz boshqa bank kartasiga o'tmoqchi bo'lsangiz yoki hozirgi bankingizdagi xizmat sizga noqulay bo'lsa, pensiya jamg'armasidan tartibni so'rang. Qaysi ariza kerak? Yangi hisob raqam qachondan ishlaydi? Eski kartaga pensiya tushib qolsa nima bo'ladi? Buni aniqlab oling. Bir vaqtning o'zida eski kartani yopib, yangi karta hali faol bo'lmasa, pensiya tushumida kechikish bo'lishi mumkin. 9-qadam. Hujjatlaringizni bir joyda saqlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank shartnomasi, karta konverti, ishonchnoma nusxasi, bank arizalari, pensiya jamg'armasi javoblari alohida papkada tursin. Keksalar ko'pincha qayerga qo'yganimni bilmayman deb qiynaladi. Hujjat yo'qolsa, oddiy masala ham bir necha kunlik sarsonlikka aylanadi. 10-qadam, pensiya miqdorini nazorat qiling. Har oy qancha pensiya tushishini yozib boring. Oddiy daftar tuting. Masalan, yanvar 1.120 ming so'm, fevral 1.120 ming so'm, mart 1.120 ming so'm, aprel 1.120 ming so'm. Agar birdan kamayish bo'lsa, sababini so'rash oson bo'ladi. Taxminan shuncha edi degan gap bilan huquqni himoya qilish qiyin. Aniq raqam bo'lsa, gap boshqa. Pensiyani kartaga olish qulay, lekin bu qulaylik mas'uliyat bilan birga keladi. Karta o'zingizda bo'lsin, PIN kodni hech kimga aytmang. SMS kodlarni bermang. Karta muddati tugashidan oldin yangilang. Pensiya kamayib qolsa sababini so'rang. Bankomatda muammo bo'lsa darhol ariza bering. Men eng muhim fikrni yana bir bor aytaman. Pensiya bu pensionerning shaxsiy mablag'i. Uni himoya qilish uchun pensioner ham, uning yaqinlari ham hushyor bo'lish kerak. Agar siz pensiyani kartaga olsangiz, hozirning o'zida kartangiz muddati, SMS xabarnoma va PIN kod xavfsizligini tekshirib qo'ying. Izohlarda yozing. Siz pensiyani kartaga olasizmi yoki naqd olasizmi? Kartaga olishda qanday muammoga duch kelgansiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner ota-onangiz, buvi bobolaringiz va tanishlaringizga ham yetkazing.